mana bu gellar, har xil kapelnitsalar quyib stimulyatsiya qiladigan bo'lsa, bolani ahvoli ozgina og'irlashib qolishi mumkin. O'sha yo'lni qo'llab ko'rsa, xudo xolisa o'zingiz tug'arsiz. Shu ishni qila oladigan ginekolog bormi deb so'raysiz raddomda. Shuni topasiz. Tushundingizmi? Bo'lsa, shu yo'l bilan tug'sangiz, xudo xolasa bir kunda osongina tug'ib olasiz. Necha kilo deb o'ylaysiz? Qani? Qani bitta o'ylab ko'ring-chi, taxmin qilib ko'ring, necha kilo? 4 kilo 14 gram. Bilasizda, vesida adashmaymiz, oyijonisi. Zo'r. Hammasi joyida. O'zingiz tug'a olasiz. Shu yo'lni qilamiz. Bo'ptimi? O'sha bola uchun xavfsiz. Stimulyatsiya qilsangiz, shiyka ochilmay qolsa, bola ahvoli og'irlashib ketadi-da.